Дедушка, поздравляю, я тебя люблю, очень люблю. Я тебя сердечко люблю. Дедушка мой родной, поздравляю тебя спешу. И сегодня день, поздравляю тебя спешу. Təbrikliyimiz sizi doğum gününüz bilen. Atacan, siz yaxşı görəməm. Здравствуй, дедушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы ты жил до 100 лет. Я тебя люблю. Дедушка, поздравляю вас. Желаю, что удачи и долгой жизни. И вас очень люблю. Еще раз поздравляю. Дедушка мой родной, я вас очень люблю. И вы счастливый, добрый дед. Здравствуйте, дедушка, самый лучший дедушка в мире. Я люблю вас и обожаю, потому что вы самый лучший дедушка. I love you. Здравствуйте, дедушка. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю жить до 100 лет, хорошей жизни и чтобы не было проблем в деньгах. Поздравляю с днем рождения. Здравствуйте, дедушка. С днем рождения. Поздравляю вас с 70-летним юбилеем. Чтобы вы еще до 100 жили. Чтобы вы с нами были радостными и раздавали деньги. Assalomu ata, tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yoshlarga Ilohim yildan yilga yoshlar barg'aysiz. Ilohim Parisga ketganimda hamma yo'llarni ko'rsatgan sizga. Hello everyone, I want to congratulate my grandfather. Happy birthday! May you live 100. Thank you. Здравствуйте всем, дедушка, желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы всегда были рядом с nami. Alaykum ota, yaxshimisiz? Tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Siz eng zo'r otasiz dunyodagi. Ассаламу алейкум. Дедушка, вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости и радости в каждом дне. Assalomu alaykum ata. Sizni tavallud topgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim bizlar baxtimizda hamisha sog' salomat bo'lib yurgaysiz. Bizlar siz bilan faxrlanamiz. Algan medallaringiz qutlug' bo'lsin. Siz algan medallaringiz bizlar oila uchun ham katta yutuq. Ilohim keyingi yillarda bundan keyingi yillar shunday medallar olib yurish nasib etsin. Bizlar sizni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, doktor ata. Bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim 80, 90, 100 yoshlarga kirganingizda tabriklab, to'lg'an kuningizni inshaalloh o'tirish nasib etsin. Har doim shunday sog'lom, krutoy dedushka bo'lib yuring. Baxtimizda sog' salomat bo'ling. Ata, tabriklaymiz doğum gününüz bilen. Ming oyliklaringiz inshaalloh ishidagi videoga yozib o'tiray. Assalomu alaykum otajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yana bugun 70 yillik yubileyingiz ekan, 70 yosh qarshilayotgan ekansiz. Inshaalloh 100 yoshlar ham kelib, yubiley berib yurish nasib bo'lsin. Ishlaringizda omad bilan yor bo'lg'ay, martabalaringiz bundan ham ulug'voy. Algan yutuqlaringiz yanada yana keyingi yillar shunday yaxshi, xushoy yutuqlar qo'shilavergay. Sizlar ixtiqlaringizni, farzandlaringizni baxtga ko'rib, rohatini ko'rib yashab yurish nasib bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Otajon, tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolaman. Farzandlaringizni, ixtiqlaringizni, chog'liqlaringizni baxtida hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr tilab qolaman. Hamisha yuzingizdan kulgu arimasin. Atajon, shukrona kuningiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Yuqorida aytib o'tilgan ahdiq, cho'lliqlaringizdagi hamma tilaklarim bilan qo'shilaman. Shuni aytib o'tish xoli dedimki, size ikki dunyo saodatini Allohdan, ikki dunyoda aziz etishini, savol javobsiz jannatni sizda so'ram bo'ladi dedim. 6 nafar qiz, 1 nafar o'g'ilni o'stirib, hech kimdan kam etmadingizlar. Ilm olish bo'yicha, ishlab turib, noldan necha ko'tarilish kerakligi bo'yicha bizlara etalonsiz, bizlar uchun namunasiz. Siz bilan faxrlanamiz. Algan medallaringiz davomiy bo'lsin. Sizni ahdi qiz ekanligimizdan biz faxrlanamiz. Sizga bu gapni kam aytamiz, lekin sizni juda yaxshi ko'ramiz.